Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Agar men o'zimni yolg'ondaka o'ldiga chiqarsam nima bo'larkin? Buni bir tekshirib ko'rish kerak. Qani aholi nima qilarkin men o'lganimdan so'ng? Ha, to'g'ri aytasan. La'nati, bunga qaranglar, Grox o'libdi. Grox o'libdi. Qo'yil, Grox o'libdi. Buni hammaga aytmasam bo'lmaydi. Grox o'libdi. Xo'sh, mana men yana uyg'ondim. Mana endi aholiga bildirmasdan ularni tekshirib yuraman. Qani men yo'qligimda ular nima qilishar ekan? Xo'sh, bunisi nima balo bo'ldi? La'natlari, nima balo qurib tashashgan? Xo'sh, u yerda navbat nima buncha ko'p? Nima uchun navbatga turganlarni tekshirishim kerak? Nima haqida gaplashayotgan ekan ular, ha? Kim oxirgi turibdi? Oy, kim oxirgi turibdi deyapman, la'natlar. Oldinga men turibman, ko'rmasan nima balo? Tushunmadim, nima ovoz edi bu? Borib tekshirib ko'rchi. Tushunmadim, nega aynan men tekshirib kelishim kerak? Chunki sen oxirgi navbatda turibsan. Hadaringga la'nat senlarni. Mana men hammasini ko'rdim. Bu yerda hech nima yo'q. La'nati axir bu. Baqirma la'nati. Menimcha meni hech kim tanimasa kerak. Xavotir olmanglar, men tekshirib keldim. U yerda hech nima yo'q. Qo'yil, seni ovozingga nima qildi? Bilmasam, ko'zimga chang kirdimi, nima balo? Tushunmadim, ovozing bilan ko'zingni nima aloqasi bor? Ha, mayli, keyin gaplashamiz. Men tabib huzurlariga borishim kerak. Ko'zim negadir og'riyapti. La'natlari, menimcha bu shahar boyvachchalar shahri bo'lsa kerak. Men umrim bino bo'lib bunday shaharni ko'rmagan ekanman. Qo'yil, axir bu yer hammasi oltindan-ku. Qiziq, bu portal qayerga yetarkin, ha? Bir borib tekshirish kerak. Senga u yerga borish taqiqlanadi. Tushunmadim. Bu portalga kirishing uchun sen boyvachcha bo'lishing kerak. Seni ko'rinishingdan sen gadoyvachchaga o'xshaysan. Bu portalga kirish uchun senda 1 million zumrad bo'lishi kerak. Bu jinorton, axir menda buncha yo'q-ku. Men qaytib kelaman hali. Qo'yil, mana endi men boyvachchaman. Eshityapsizlarmi? Men boyvachchaman. Bu la'nati, menimcha menda imkoniyat borga o'xshaydi. Men tushunishim bo'yicha bu bankka o'xshaydi. Banklarda nima bo'ladi? Albatta olmoslar, oltinlar va zumradlar bo'ladi. Xo'sh, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Xush kelibsiz janob. Qanday yordam berishim mumkin? Xo'sh, menga ko'proq zumrad kerak. Yaxshi janob, mana bu talablarimiz bilan tanishib chiqing. Qo'yli, bitta zumrad bersam o'rniga 64 ta zumrad berasizlarmi? Menga bu yo'qdi. Men hozir kelaman. Xo'sh, men qayerdan bitta zumrad olsam ekan, ha? Kimdan so'rasam ekan? Kim menga berarkin zumradni? Bir daqiqa. Gadoyvachcha, menga zumrad kerak. Agar menga zumrad bermasang, men seni o'ldiraman. Qo'yil, men boy bo'lsam, men senga zumradingni qaytarib beraman. Girgitton, men qaytib keldim. Xo'sh, qani men bitta zumradning o'rniga 64 ta zumrad olaman. Qo'yil. Menga bu bankning talablari juda ham yoqdi. Lekin men bu bitta zumradni qanchalik qiyinchilik bilan topganimni bilmaysan. Janob, sizga aytish esimdan chiqdi. Birinchi qavatda sandiq bor. Siz uning ichidan mutlaqo tekinga bitta zumrad olishingiz mumkin edi. Va uni menga keltirib bersangiz, yana 64 ta zumrad olasiz. Shuni oldinroqdan aytsang o'lasanmi? Jinorson, men o'zim qilgan ishdan afsusdaman. U mana shu sandiqni nazarga tutgan edi. Jinorson, axir bu yerda zumradlar makoni bor-ku. Xavotir olma, oshlan, men seni zumradingni qaytarib beraman. Mana. Hammayla hazillashdim, oshlan. Mana bularni ham ol. Ko'rdingmi, men ochiq ko'ngilman. Nima, sizlar o'yladingizki, men o'z zumradlarimni kimgadir shunchaki qoldirib ketamanmi? Menimcha unga zumrad kerak emasga o'xshaydi. O'ta gadoylarga umuman pul berib bo'lmaydi. Xo'sh, hozircha menga million zumrad yo'q, lekin buni qanday qilibdir ko'paytirish kerak. Menga la'nati bank boshqa zumrad berishni xohlamadi, chunki men ularning bepul zumradini o'g'irlaganim uchun. Lekin aytishlari bo'yicha bu sivilizatsiyada milliarder bor ekan. U milliarder chet elga safarga ketar ekan. Shuning uchun uni uyini o'marish kerak. G'appor, meni xonamga qahva kirgizib ber. Xo'p, bilan janob. Doniyor, bugundan boshlab bu yerga sen xo'jayinsan. Chunki men 1 soatdan keyin uchib ketaman. Sen bu yerga o'zing ko'z quloq bo'lib tur. Aytib bo'lmaydi, har narsa bo'lishi mumkin. Ana tezroq, milliarder uchib ketmasidan oldin ulgurishimiz kerak. Kechirasiz janob, bu milliarderning uyimi? Ha janob, shu yer. Unga aytib qo'ysangiz, uning o'gay akasi keldi deb. Xo'sh, u qayerda ekan? Qaysi teshikka kirib ketdi? Jinorson, men tepada nimadir eshityapman. Jinorson, axir bu yerda qo'riqchi bor ekan. Of, hammasi jonimga tegdi. Hech kim yo'qmi? Demak, men muhim ishlarim bilan shug'ullansam ham bo'ladi.
Oba, yaxshi dam mehnatga hamdam deydi. La'nati, quyruqcha hamma ishini tashlab yotib oldimi nima balo? La'nati, nima edi bu? Doniyor, men ketyapman. Eshikni yopib qo'y. La'nati, sal qolgan meni ko'rib qolardi. Xo'sh, bu milliarderning seyfi qayerda ekan-a? Bu sandiqlarda nima bor ekan-a? La'nati, mana bu boyliklarga bir qarang. Bunisida nima bor ekan-a? La'nati, bu seyflar zumradlar to'laligidan portlaydi deydi-ya. Buncha zumradlar bilan men butun dunyoni qo'lga olib bilaman. Menimcha bugun meni omadim kelganga o'xshaydi. Qani olg'a. Mana endi buncha zumradlarni hammasini bozor sumkamga solib olaman. Bitta bozor sumka to'ldi, mana endi ikkinchi bozor sumkani olamiz. Bunisi nima bo'ldi? Qiziq, bu nima uchun ekan bu o'zi? La'nati. Jin ursin, quyruqcha meni ko'rib qolganga o'xshaydi. Biron joyga borib berkinishim kerak. Jin ursin, bu yerdan qanday qilib chiqib ketaman? La'nati, bu yer buncha baland. Bo'ldi, mana shu yerga berkinaman. Mana shunday. Xayriyatki oshxonadan ovqat soladigan kapkirni olgan ekanman. Oshxona kapkiri menga yordam berdi. Hozircha menga 1 million zumrad yo'q, lekin bankni sotib olish uchun menga zumrad yetadi. Keyin esa men o'zimga katta uy sotib olaman. Janob, stadion sotib olmaysizmi? Tushunmadim, stadionni nima qilaman? Bundan menga nima foyda? Siz oyiga 1 million zumrad foyda ko'rishingiz mumkin. Yo'q, rostdanmi? Bo'ldi, men sotib olaman. Agar men oyiga 1 million zumrad foyda ko'rsam, demak men boyvachchalar shahriga bora olaman. Menimcha bu yer menga katta foyda keltirsa kerak. Shoshma, agar meni aldab ketishgan bo'lsa-chi? Oy, menga qara. La'nati, bu aholilar stadionga navbatga turishibdimi? Jin ursin, bu aholilardan pulni hidi kelyapti. Qani eshikni och, senga pul kerak emasmi? Nima balo? Biz action ko'rishni xohlaymiz. Bo'ldi, gap yo'q. Meni bir o'zimga 2 ta bilet kerak. Nima uchun 2 ta bilet? Chunki men yotib ko'raman. Hoy, navbatni buzmasdan kelaveringlar, bilet hammaga yetadi. Jin ursin, bunaqasini men o'zim ham kutmagan edim. Xo'jayin, sizni so'rashyapti. Kim bo'ldi endi? Janob, bu stadionni xo'jayini siz bilasizmi? Ha, xo'jayini men bilaman. Siz bu stadiondan noqonuniy foydalanyapsiz. Shuning uchun bu stadionni men butunlayga yopib qo'yishga majburman. Va siz ishlagan bor pullaringizni ham konfiskatsiya qilaman. Tushunmadim, nima? Yaxshi qo'ning, janob. Jin ursin, mana endi men qonuniy gadoybatchi bo'ldim. Mana endi 1 million zumradni qayerdan topaman? Tushunmadim, bu yana kim bo'ldi? Kimdir meni kuzatib yuribdimi? Oy, menga qara, to'xta deyapman. Nima, men butunlay pulsiz qolganim uchun meni bu shahardan haydab chiqarishmoqchimi? Oy, bolakay, shoshma deyapman. Menimcha mana shu yerga kirib ketdi. Jin ursin. Meni qulflab qo'yishdimi? Men o'ylashim bo'yicha men mana bu tugmani bosishim kerak. Mana shunday. La'nati, 3 ga sanaymiz. 1 2 3 olg'a. Jin ursin, ulgurmadim. La'nati, yurakka to'kildi-ku. Men uddaladim. Menimcha men kimnidir yoki nimandir ko'ryapman. Bo'ldi, men ketaman. Hazillashdim. Oy, bizning xo'jayinimiz seni kutyapti. Shuning uchun uning oldiga bor. Uning oldiga meni o'tkazsangiz borib bilaman-da. Mayli, salgina nariroq turinglar. Salgina g'alati ekansizlar.
Salom bolaginam, men o'ylashim bo'yicha sen ko'proq pul ishlamoqchisan, to'g'rimi? Sen uchun menda yaxshi taklif bor. Nima qilishim kerak? Biz bu shaharning katta mafiyalari bo'lamiz. Lekin bizda kichkinagina muammo bor, shulardan qutulishimiz kerak. Agar sen men ko'rsatgan bitta aholini yo'q qilsang, men senga 10 million zumrad beraman. Nima? 10 million zumrad? Qoyil. Kimni o'ldirish kerak edi? Sen xulosa qilishga shoshilma. Agar men aytgan ishni qilsang, men senga 10 million zumrad beraman. Qoyil, tushunarli. Bo'ldi, ishni qachondan boshlasam bo'ladi? Mana bu qurol yarog'larini ol. Sen shahardagi eng baland binoning ustiga chiqib, o'sha yerda kutib o'tirasan. Men senga o'zim belgi beraman. Bo'ldi, men sizning yuzingizni yerga qaratmayman. Bunisi kim bo'ldi? Yo'qol bu yerdan. Maylimi, men sizni qo'ng'iroqchangizni olib ketsam. Hozir men senga qo'ng'iroqchamni beraman. Yo'qol bu yerdan. Rostdan ham sizlar g'alatsizlar. Xo'jayin, men o'z joyimdaman. Yaxshi, pastda o'tirgan 3 kishini ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Sen yashil kiyinib olgan kishini ko'ryapsanmi? Ha, xo'jayin, ko'ryapman. Mana shuni ota ko'rma, u mening o'g'lim bo'ladi. Opa, xo'p bo'ladi xo'jayin. Jin ursin, men bu o'yinda qatnashmayman. Men bu yerda yo'q edim. Jin ursin, ko'pchilik to'planibdi-ku. Menimcha men otganimni hech kim bilmasa kerak. Xo'sh, uning ahvoli qanday? Baraka bobo, u allaqachon o'lib o'lgan. Men ko'rmasman, ko'rib turibman o'lganini. Janob, siz bu yerga nima bo'lganidan xabaringiz bormi? Yo'q, men hech nimani ko'rganim yo'q. Men ham hozirgina keldim. Menimcha uni mafiya o'ldirgan. Mana qanaqa mafiya, nimalar deb o'ldiryapsan? Xo'sh, o'lgan aholining ahvoli qanday? O'lgan aholining ahvoli qanday bo'lishi mumkin la'natim? O'lib o'lgan-ku. Menga qarang janob, siz nimadir ko'rmadingizmi? Ha, men ko'rdim. Uni menimcha mafiyalar o'ldirgan uni. Bizga uni qayerda joylashganini ko'rsata olasizmi? Albatta ko'rsata olaman. Ular mana bu yerda, mana shu yerda joylashgan. Ularning qo'rg'oni mana shu yerda. Yashavor, mana bu sen haqqing. Rahmat janob. Mana endi portalning ichiga kirsam ham bo'laveradi. Menga qarang, 100 million zumrad olishni xohlamaysanmi? Yo'q. Agar 10 milliard bersam-chi? Qancha? 10 milliard? 10 milliard bo'lsa, mayli. Xo'sh, nima qilish kerak edi? Qani bilmasam olg'a. Tushunmadim, nega baqir-chaqir bo'lyapti? Qochib qol, zombilar hujum qilyapti. Menimcha men xavfsiz joydaman. Hey, nega eshikni ochib yopyapsizlar, la'natlar? Jinoyat bizga zombilar hujum qilyapti. Hozircha biz xavfsiz joydamiz. Jin ursin, la'natlar, nega sizlar eshikni ochyapsizlar? Axir ortingizdan zombi kelyapti. Menimcha men xavfsiz xonadaman. Qani yaqinroq kel, men senlarga bir narsa beraman. Mana buni senga. Mana endi zombilarga qarab olg'a. Mana bu arqonni ham olgin, esingdan chiqmasin. Hoy, arqonni ol deyapman. Jin ursin, u yerga qaytib bormayman. Menimcha men g'olib bo'ldim. Yigitlar, mana endi men portalga kira olaman. Mana bularni olib o'zlaringni tiklab ollaring. Men bu portalga kirish uchun anchagina ter to'kdim. Mana endi boyvachchalar shahri meni kutib turibdi. Qo'yli, menimcha bu sivilizatsiya boyvachchalar sivilizatsiyasiga o'xshaydi. Qo'yil, bu yer juda ham chiroyli ekan. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bu sivilizatsiyadan ham o'ta olarmikinman? Grox, va nihoyat men seni topdim la'nati. Meni ishonchim komil, bu sensan. Tushunmadim, sen kimsan? Nimalar deyapsan? Seni kuning bitdi, Grox. Shoshma, jin ursin, nega men qimirla olmayapman? Chunki men otgan o'qlarim zaharli edi. Jin ursin, qochib qolish kerak. Bu senga yordam bermaydi, Grox. Bo'ldi, sening kuning bitdi, Grox. Nega uni o'ldirding? Senga nima aytmoqchi? U Groxni o'ldirdi deb o'ylayapti. Shu mana xo'p sanabsan.